Bugungi videomizda muxlisimizning iltimoslariga binoan video bo'ladi. Bugungi videomiz orqali men sizlarga Levinxo, Takas, Panda, Seau, ya'ni top o'yinchilarni ID'larini ko'rsatib beraman. Bu fikr muxlisimiz orqali keldi va men bu fikrni video orqali men sizlarga buni ko'rsatib beraman. Mana shu top o'yinchilarni statistikalarini ham men sizlarga hozir yaxshilab ko'rsatib beraman. Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi Levinxodan boshlasak. Mana IDlari esinglardan chiqmasin. 546, 590, 561. Mana poisk beramiz va mana ikkinchi bo'lib chiqib kelyapti. Mana Levinxo mana 74 urvini mana Almas 2 otryadda. Mana ko'rganinglardek RPS 85. Ko'rganinglardek mana bu yoqda qaranglar, mana populyarnosti. Oho, 12000. Yo'q, 12000 emas, 12906 millionmi? Shunaqa xullas, juda ham ko'p. Mana hozir kiyimlarni ham ko'ramiz. Nimagadir hozir internet ishlamayapti. Hozir men internet ishlash bilan sizlarga ko'rsataman. Mana bu yoqda mana ko'rganinglardek otryadda buni qasi Almaz 2, mana duoda Cerebro 5, soloda ham mana Cerebro 5. Demak, otryadda ko'p o'ynarkan. Statistikasini ko'rsataman. Mana match, ya'ni o'ynaganlari 484 ta o'sha matchni o'tkazgan va 40 tasida g'alaba qozongan va top 10 taliga 123 tasida kirgan. O'ldirganlari o'sha hamma 484 ta o'yin o'ynagan bo'lsa 2721 ta o'ldirgan. Bu hamcha yaxshi statistika deb o'ylayman. Mana hozir mana zonada 30 urvini. Ancha katta statistika deb o'ylayman. Bo'lmasam endi Takasga navbat. Takasni IDlar bilan anaqasini ko'rsatib o'taman. Mana 554, 534, 2220. 2200. Mana Takas yo'qda o'zini mana rasmi. Yo'qda mana Takas. Mana 59-o'rvin, Corona 3. Mana ko'rganinglardek. Mana buni populyarnosti 5552 ming, 5552 ming. Mana zonada 41-o'rvin. Ko'rganinglardek, menimcha zo'r statistika. Mana buni sherigi Din degani ekan. Ko'rganinglardek, ancha buni ham statistikasi zo'r. Mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin. 110 ta o'yin o'tkazgan, 15 tasida g'alaba qozongan, 37 tasida 10 taliga kirgan va 1190 ta o'ldirgan. Bu ham zo'r statistika. Mana ko'rganinglardek, otryadda Corona 3, duoda mana zolta 5 va soloda bronza 5. Bu ham yaxshi statistika deb o'ylayman. RPSni mana hozir RPSni ko'rsataman. RPS mana 100. Menimcha juda ham zo'r. Endi keyingisini Pandaga navbat beramiz. Mana Panda 517, 865, 93, 21. Mana ikkinchi bo'lib mana Panda chiqib kelyapti. Platina 1, 66-o'rvin. Mana buni ham populyarnosti 5178 ming. Mana bu ko'rganinglardek Panda degandan keyin mana yuziga ham, basharasiga ham pandani naqasini kiyib olgan. Mana zonada 47-o'rvin, o'zi 66. Mana hozir o'rvinlarni ko'rib chiqamiz. Mana platina 1 otryadda, duoda zolta 5, soloda mana Cerebro 5. Statistikasini ko'ramiz. 37 ta match olib borgan, shu 37 ta o'yinda ishtirok etgan, 8 tasida g'alaba qozonib, 14 tasida 10 taliga kirgan va 364 ta kill qilgan, ya'ni o'ldirgan. RPS nimagadir ko'rsatilmagan ekan.
RP'si nimagadir ko'rsatilmagan ekan. Bilmadim, bekitib qo'ygan yoki nimadir qilib qo'ygan. Xo'p, endi Sevau yotamiz. 518 66 104. Mana bu ham ikkinchi bo'lib chiqyapti. Mana Almaz 5 69-urovень. Mana Zivo zonada 41-urovень, populyarnosti 4991 bin. Mana real pasi 100 RP'si. Juda ham zo'r. Mana hozir kiyimlarini ko'rib olamiz. Mana kiyimlari ham juda ham ajoyib. Mana bu yerda hozir уровеньni ko'ramiz. Otryadda mana Almaz 5, Duoda Zolta 4, mana Soloda Serebro 5. Statistikasini ko'ramiz. Statistikasi mana 189 ta o'yin olib borgan, 35 tasida g'alaba qozongan va 10 tasida 85 tasida, uzr kechirasiz, 85 tasida top 10taligiga kirgan. Va o'ldirganlari 1857 ta kill qilgan, ya'ni o'ldirgan. Buni ham mana RP'lari 100 juda ham zo'r. Mana Sevau ham juda ham zo'r. Mana bugungi videomizda shu 4 ta top o'yinchilarni ID'lari va statistikalarini ko'rsatib berish edi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy qoldirib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'yinglar. Chunki qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, bizning yangi videolarimizga chiqqanda sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi xabar va sizlar birinchilardan bo'lib tomosha qilishga imkoniyatingizga ega bo'lasizlar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar, opsioniya tagida qoldirib qo'yaman. Mayli, sog' bo'linglar, ketqizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.